bo'lmasa salom o'rtoqlar. Men yana bitta bo'lmasa shunaqa sirli video beraman. Chunki yo'lda aylanib yurdim bugun. Fikrlarim kelib qoldi. Mana shu narsa haqida o'yladim. O'shanga sizlar bilan sразу joyida пока свежий paytida fikrlarimni sizlar bilan bo'lishdim. Tak. Fikrlarim shundaki, maqsadni tasavvur qilish haqida tushuntiraman. Masalan, oldingi maqsad qo'yasiz, to'g'rimi? Menda в основном endi videomni studentlar ko'radi, shifokorlar ko'radi va bizda shifokorlarda yoki studentlarda biz shu kirganimizda medinstitutga yoki umuman karyeramizni boshlaganimizda shu yo'nalishda ketishga qaror qilganimizda qanaqadir baribir maqsad yo qanaqadir kartinani o'zimizga tasavvur qilamiz. Ya'ni nimaga erishamiz? Biz o'zimizga qanaqadir chegara qo'yamiz. Ya'ni boshida qayerda boshlaymiz va oxirida nimaga erishishimiz kerak. Men o'sha oxirida nimaga erishishimiz kerak haqidagi kartina haqida gaplashaman. Ya'ni men o'zimda ko'p bo'lganda, men o'zimni ko'pincha shunga aybdor deyman, shunda o'zimda ayb topaman. Hozirgi erishgan narsalarim menga yetarli bo'lmagandek tuyulganda, endi kulmanglar, anaqa yomon kommentariyalar yozmanglar, shukur qilish kerak, shukur qilaman. Lekin menda ba'zida bo'ladi, shunaqa men shu narsaga erishsam bo'lardi, mana shu narsaga yetsam bo'lardi degan. O'shanga ko'pincha men aybni o'zimdan qidiraman. Ya'ni meni основной ayblarimdan biri shu deb o'ylaymanki, ya'ni o'sha maqsadimni katta tasavvur qilmaganligim, ya'ni o'zimga qanaqadir chegara qo'yganligim. Bu menda sразу bo'lmagan, ya'ni vaqt o'tishi bilan men bu narsani nima deydi, adaptatsiya qilib borganman. Masalan, birinchi kursga institutga kirganimda sразу aytmaganman, Germaniyada ishlayman yoki boshqadir. Vaqt o'tgandan keyin qanaqadir fikrim o'zgargan, dunyoqarashim o'zgargan. Aytmoqchimanki, baribir har yili menda shunaqa bo'ladi, o'sha maqsadimni yoki erishmoqchi bo'lgan narsamni qanaqadir o'zimga kichkinaroq qo'yaman. Erishish mumkinligiga qaraganda kichkinaroq o'zimga maqsad qo'yaman. O'sha menda problema. O'sha sizda o'sha problema bo'lmasligi, o'sha muammoni men aytmoqchiman. Nimadir boshlamoqchi bo'lsangiz, nimadir maqsad qo'ygan bo'lsangiz, iloji boricha katta narsani harakat qiling. Tasavvur qiling o'sha narsaga erishish mumkinligini. O'ylab ko'ring, vaqt ketkizib o'tiringda, rostdan qog'ozga yozing xohlasangiz. O'sha narsaga men erisha olamanmi? Qo'yayotgan maqsadim menga maksimum meni imkoniyatlarimdan kelib chiqib qilyaptimi yoki mening imkoniyatlarim bundan ham ko'pga yetadimi? Tushunasizmi? O'sha narsa muhim. Ya'ni qanchalik yuqori qo'ysangiz, qanchalik katta tasavvur qila olsangiz, ko'zingiz shunga yetkazadi, keyin o'zingiz shunga yetasiz, shunga qarab harakat qilasiz, tushunasizmi? Chunki bu finishная liniyada. Masalan, siz marafon yugurishga chiqqaningizda, marafonga yugurishga chiqsangiz, boshingizda sразу tasavvur bilan chiqasiz, 42 kilometr yuguraman deb. Hech qachon bu planda o'zgarmaydi, ya'ni 45-50 kilometr bo'lib ketmaydi, bilasiz shu 42 kilometr. Ya'ni psixologически, ko'pincha bu psixologически anaqa kuch haqida ketyapti, siz o'shanga tayyorgarlik yugurasiz, 42 kilometrga bo'lib borasiz o'sha distansiyaga ketadigan kuchingizni, tayyorgarligingizni, tushunasizmi? Xuddi shunaqa hayotda ham, o'sha karyerada ham qo'yilgan planga o'sha finish liniyangizni 42 kilometr deb qo'yganmiz, shunga qarab harakat qilasiz. Ya'ni 42 kilometrga ko'pincha yetganingizdan keyin ham qanaqadir o'zida hayotda motivatsiya yoki nimadir yangi narsalar qilishga ehtiyoj qolmasligi mumkin. Buni endi qanaqa o'zgartirish kerak desanglar? Masalan, men butun umrim boshidan boshlab qanaqa o'zgartirganman? Menda taassurotlar ko'pincha qanaqadir voqealardan keyin bo'ladi. Bu voqealarni o'zingiz sababchi bo'lsangiz bo'ladi. Masalan, men shu o'qishga kirishimdan, meditsinaga kirishimdan boshlab, masalan, tibbiyotni 16 yoshimgacha men umuman xohlamaganman. Даже men yomon ko'rganman. Shifoxonalarni, shifokorlar degan narsani umuman tasavvur ham qilmasdim. Menga yot narsa deb o'ylardim, lekin oilamda shifokorlar ko'p, lekin men qanaqadir shu xohlamaganman. 100% 16 yoshimgacha uverin bo'lganmanki, men umuman boshqa yo'nalishga ketaman. Diplomat bo'lmoqchi bo'lganman 16 yoshimgacha.
Keyin lekin 17 yosh, o'sha 16 yoshimda bitta kandidatskiy yo'qlagan shifokori o'sha kandidatskasiga borganman, qatnashganman. O'sha yerda ko'p shifokorlar bo'lgan. Bu meni dodamlarni nevara shogirdi desa bo'ladi. Ya'ni dodamlarni shogirdini shogird kandidatskiy qilganda, o'shanda buvimlarni chaqirishgan, men ham borganman va o'sha yerda odamlar bilan gaplashib, tasavvur qilganman, meni kelajagim qanaqa bo'lishligini. O'sha ta'sir bo'lganki, keyin men yapon tilini o'rganib yurgan paytimda tibbiyotga o'zgartirishga qaror qilganman. Keyinchalik masalan Rossiyaga ketishim, Germaniyaga ketishim, bularning hammasi qanaqadir shunaqa voqealardan keyin menda paydo bo'lgan. Ya'ni o'zimni chegaralar tepada o'zimga qo'ygan chegaralarimni hayotim davomida sekin ko'tarib boraverganman. Men o'zim ayblayman dedim-ku boshida. Aytganimki, agar o'sha chegarani men boshidan qo'yganimda-chi, masalan o'sha 17 yoshimda masalan Germaniyaga borib neyroxirurg bo'laman degan o'sha maqsadim bo'lganda-chi, nima bo'lardi? Tushunyapsizmi? Chunki men bu fikrni o'zim har doim o'ylab kelardim va betga kelib AQShda masalan konferensiyada juda ham shunga indirect, ya'ni misollarini ko'rdimda. Masalan, eng yosh 15 yashar bola kelib doklad qilgan konferensiyada, tushunyapsizmi? Yoki 2-3 kursda o'qiydigan, Amerikada o'qiydigan studentlar konferensiyada borib doklad qilgan. Neyroxirurgiya yo'nalishi bo'yicha qanaqadir o'sha artikellarni yozishda qatnashib doklad qilgan. Ya'ni ularning maqsadi o'sha 15-16 yoshda aniqda, tushunyapsizmi? Keyin men o'shanga o'zim aytaman, agar menda shunaqa maslahatchim bo'lganda edi, o'sha 16 yoshimda aytgandi, o'sha maqsadingni qo'y, ana o'sha narsaga erishasan, o'shanga qarab hozirdan harakat qil desa nima bo'lardi deb o'zim savol beraman-da. O'shanga men sizlarga shu videoni qo'yaman. Ya'ni oldindan iloji bor, hamma narsa iloji bor. Oldindan faqat o'sha planni qo'ysangiz, menimcha ko'proq narsaga erishasiz. Endi men o'zimni bu fikrlarim. Ya'ni xo'p, bu hech qanaqa negativ emas. Men o'zimni erishgan narsalarimga Xudoga shukr deyman. Joylashgan joyimga men xursandman. Masalan, ko'p suhbat ham bo'ldi. Bu yerda yurganimizda o'zbek yigitlar bilan ham ko'rishdik. Anaqa bu yerda fellowship qilib yurgan, o'sha kelajakda qolish niyati bor balkim. Ular bilan ham ko'p suhbat bo'ldi. Men masalan, kelamanmi, Amerikaga o'zgartirish xohlayman. Javob yo'q, xohlamasdim. Nima bo'lsa ham. Chunki 35 yoshdaman, hali vaqtim bor, lekin baribir xohlamasdim. Chunki men o'zi Germaniyada xudo xolasa o'zi joylashib bo'lganman. Menga o'zim yoqadi, shahar yoqadi, davlat yoqadi, ishlab turgan balansi, ya'ni work life balance yoqadi. To'g'ri, millioner bo'lib ketmayman Germaniyada, lekin pulda emas-da hamma gap. Вот. И shu, o'shaning uchun bu narsa aniq. Lekin baribir men bu videoni qilishga qaror qildim, chunki menda o'zimda shu 35 yoshimgacha ko'p bo'lardi shunaqa o'zim bilan o'zim suhbatlarimda eng katta diskussiyalardan biri shu bo'lardi. Kartinani, ya'ni katta tasavvur qilish. Nimaga qanchalik oldin shunchalik kartinani katta tasavvur qilsam, shunchalik ya'ni shu maqsadga fokus bo'lgan ish qilinardi deb o'ylardim. O'shaning uchun agar sizlarga shu video yordam bersa, agar 16 yosh bo'lsangiz, 17 yosh yoki 20-30 yosh bo'lsangiz ham ish qilib hech qachon kechmas. O'sha kartinani, ya'ni plankani yuqoriroq qo'yishga. Iloji boricha yuqoriroq qo'ying. Agar siz o'sha hech qachon o'zingizga chegara qo'ymang. Unaqa sizni kelib chiqishingiz, gapiradigan tilingiz, ko'rinishingiz sizga chegara qo'yish kerak emas. Oson bo'lmaydi, to'g'ri. Bu qanaqadir darajada chegaralar bor, lekin o'sha narsani siz oldini olib, siz hamma erishgan narsaga erishsangiz bo'ladi. O'shanaqa o'ylash kerak. Iloji boricha qaytaraman. Katta tasavvur qilish kerak maqsadni, iloji boricha plankani juda ham yuqori qo'yish kerak va qo'lingizdan kelishiga ishonishingiz kerak. Shu fikrlarimni mana shu aylanib yurib sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Sog' bo'lasizlar.